Alaykum assalom. Aziz o'quvchilar, o'tirib olinglar. Darsimiz algebra. To'raqo'rg'on tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 33-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida faoliyat yuritayotgan Mirahmedov Mirolim aka o'z sohasida yetuk, zamonaviy yondashuvlarga ega bo'lgan tajribali ustozdir. 25 yillik ish tajribam davomida juda ko'plab shogirdlar chiqardim. Hozirgi paytda yurtimizni xalq xo'jaligi, qishloq xo'jaligi yoki ta'lim sohasida juda ham ko'p shogirdlarimiz faoliyat olib borishyapti. Menga mana shunchalik ustoz degan unvonni o'zi juda katta sharaf, juda katta yutuq, shu bilan birga mas'uliyatni yuklaydi. U hozirda oliy toifali matematika fani o'qituvchisi, xorijiy sertifikatlar sohibi, shuningdek tuman aniq fanlar mentori va viloyat aniq fanlar metodik kengashi raisi sifatida faoliyat olib bormoqda. Bizni ta'lim sohasi vakillari birgalikda 2 kunlik barcha fanlardan Iordaniya ta'limi bilan simpozium o'tkazildi. Unda ham qatnashib mana shu sertifikatlarni oldik. Mirolim aka Mirahmedov o'z darslarida zamonaviy ta'lim metodlaridan foydalanadi. Uning har bir saboqlari o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammo yechish va matematik tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan. Uyimizdan maktabgacha 3 ta yo'l. Maktabdan magazingacha 4 ta yo'l bor. Uyimizdan maktab orqali magazinga borishga nechta yo'l bo'ladi? Ustoz darslardan tashqari vaqtlarda ham o'quvchilarni fan olimpiadalari, tanlovlar va ijodiy loyihalarga tayyorlab boradi. Aynan shu mehnatsevarlik evaziga Mirolim aka yetishtirgan shogirdlar bugun tuman, viloyat va hatto respublika darajasidagi musobaqalarda faxrli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Matematika fani o'qituvchimiz Mirahmedov Mirolim domlamiz bizni matematika faniga qiziqtirganliklari uchun matematika fanini o'rganganman. Bundan tashqari matematika fani bo'yicha turli xil musobaqalarda qatnashib, faxriyorliklarni qo'lga kiritib kelyapman. Bunda Mirahmedov Mirolim ustozimizni mehnatlari katta. Mirahmedovlar oilasi bu aslida pedagoglar sulolasi. Mirolim aka ilmli, fidoyi oila muhitida voyaga yetgan va hozirda o'zining oilasi ham ta'lim sohasida xizmat qilayotgan mehrli, namunali oilalardan hisoblanadi. Matematikaga qiziqish avvalo bizning oilamizda buzrukvorim Mirahmedov Mirolim dadamiz matematika o'qituvchisi bo'lganlar, shular orqali matematikaga ilk qiziqishlarimiz uyg'ongan. Biz oilaviy pedagoglar oilasimiz, ya'ni meni dadam Mirahmedov Mirolim matematika fani o'qituvchisi, onam Qosimova Saida boshlang'ich sinf o'qituvchisilar. Bu sohani egallashimda meni ota-onamni o'rnlari juda ham katta. Meni birinchi o'qituvchim va hayot yo'limda doim to'g'ri yo'l ko'rsatgan bu meni ota-onam va doim qo'llab-quvvatlagan. Shunday ma'naviy, axloqiy va ilmiy muhitda kuch olgan ustoz bugungi kunda nafaqat 33-maktab, balki butun tuman ta'lim tizimining faxridir. Mirolim aka Mirahmedovning bilimdonligi, tajribasi, sadoqatli va yuksak pedagogik madaniyati ko'pchilik uchun namuna bo'lib xizmat qilmoqda. Uning metodik yondashuvlari tuman o'qituvchilari uchun o'quv uslubiy darsliklarga aylangan bo'lsa, viloyat miqyosida esa ilg'or tajriba sifatida baholanmoqda. Zero ilm-fan sohasida kamtarinlik bilan fidoyilik ila xizmat qilayotgan bunday ustozlar bor ekan, ta'limimiz poydevori mustahkam, kelajagimiz porloq bo'lishi shubhasizdir.